Husn akam bilan birga edi, hozir dori sepmoqchimiz. Xudo xolasa, hasharotlar erta bahorda tayyor yangi yashil narsa chiqib keladi. O'tlar ham bor, lekin aynan shu biz daraxtga zarar keltirishni yaxshi ko'ra bular. Men deyarli kam bog' eshitdim, shitovga tushmagan. Ya'ni Kaliforniya qalqondori bu bit so'radi, ustiga qalqon hosil qiladi, ta'sir qilmaydi. Bizni maydonimiz kichkina bo'lgani uchun endi 10 litr suvdan katta gektarlarga biz kilogrammlarga dozasini beramiz. Misol uchun to'liq tinim davrida buni 6 kilogramm 1 tonna suv uchun beriladi. Mevali daraxtlarga mana mis ISO ishlagan akalarimiz keyingi dori nima beraman deydigan bo'lsa, bu mana shu moyli preparat bilan uning ichiga yana misni ham qo'shib yuborsa bo'ladi. Tegishi bilan qo'pol qilib aytganda o'sha hasharotni qo'g'irib qo'yadi tekkanda. Shuning uchun o'ta ehtiyot bo'lish kerak sepayotganda va qo'l tegib ketib qolishini hisobga olish kerak. Assalomu alaykum. Bugun 14-mart. Xudo xolasa mana eksperimental bog'imiz. Buni ko'p videosini ko'rganmiz. Husn akam bilan birga edi, hozir dori sepmoqchimiz. Xudo xolasa Xlarax Med bilasizlar, uning tarkibida 50% mis metali bor. Oddiy mis sulfatida 20%. O'shaning uchun buni dozasi odatda biz 10 litrga 60 gram normalniy yetarli, 1 tonnaga 6 kilo sepamiz. Karateniya mana ko'pchilik savol berdi, gruppada necha foizli boshqa deyishdi. 5-10 foizligi bo'ladi. 5 foizligini eng minimum sepganimizda 250 gram va yuqoriga qarab sepish mumkin bo'ladi. Bu 1 tonnani tavsiyasi. 10 foizligini yana dozasini kamaytirish mumkin. Xo'p, bu yerda asosiy maqsadimiz nima? Meva qilmayotgan daraxtlar uchun bu tavsiya qaratilgan. Mana bu yil ekkandan keyin sirazi kurteklar ko'karishni boshladi, unda sepamiz va meva qilmayotgan 2-yilda qaytarib kesgan daraxtlarimiz bo'lsa sepib qo'yamiz. Bu nima uchun? Ayniqsa adirli yangi qilinayotgan bog'larda hasharotlar erta bahorda tayyor yangi yashil narsa chiqib keladi. O'tlar ham bor, lekin aynan shu biz daraxtga zarar keltirishni yaxshi ko'ra bular. Chiqib, cho'qiydi boshqa qilar, yangi o'sayotgan nuqtalarimiz baklar yarmini olib qo'yadi, daraxtlar endi qo'zg'algandan keyin kuchsizlanib ketadi. O'shaning uchun karateni kuchini bir 2 hafta ushlab turadi desa, agar katta yomg'ir yog'sa yana qayta sepib qo'yasizlar. Birinchi yilda mana shu narsani ushlab turamiz. Endi daniyli mevalarda barg bujmayishi bor bilamiz. Shaftolida ayniqsa barg bujmayishi shaftoliga tushadi ko'proq va gilosda boshqa turli tuman kasalliklar uchun keyingi sepishimizda karate bilan zeramni qo'shib sepadigan bo'lsak, juda ajoyib ta'sir qiladi. Demak, keyingi 14 kunlikda zeram bilan karate qo'shib sepishni tavsiya qilamiz. Gullayotgan daraxtlarga zahar sepish taqiqlanadi, mumkin emas. Faqat yana qaytarib aytaman, 1-yil va mevasiz 2-yildagi daraxtlar uchun bu tavsiyalar ishlatilyapti, ketyapti. Husn aka, o'zingiz qo'shimchalaringiz bo'lsa, agar menda kuparosdan ko'ra Xlarax Medni erishi, misni ham eritib boshqa qilamiz, qiynalishadi. Shu ustunliklari haqida, Xlarax Med haqida agar fikringiz bo'lsa, yaqinda 110 yil oldin chiqarilgan gilos kitobda o'qiyotib ko'zimga bir narsa tushdi. Ya'ni bog'dagi bitta dori sepishda hisob-kitob qilingan ekan. Ishchilarga $4, 2 ta otda arendasi $1.5, dorining narxi va jami bo'lib $10.5 rasxod qilganligini hisoblashayotgan ekan. Bizda haligacha dorilar hisob-kitobi, o'g'itlar, tan narximiz, mevalar tan narxi haqida juda ham ko'pchilikda tasavvur yo'q. Hozir eng oldi bog'lardagina, katta bog'lardagina hamma rasxodlar yozishib, yillik jami bog'ga ketadigan rasxodlarda intensiv bog'larda 50-60 millionligini tushunishyapti. Ya'ni bog' qilishdan avval biz har bitta hisob-kitob tushunmaydigan bo'lsak, payvantek tanlashda xato qilsak, nav tanlashda, uni ekishida har bitta bosqichlarda xato qiladigan bo'lsak, bizga juda ham qimmatga tushadi. Shularda har bittasini etapma-etap bog'larda bo'ladigan xarajatlarni, ishlarni ko'rsatilgan video darslik tayyorlaganman. Bu video darslikda hamma bog' qilayotganlarga, bog'i borlarga tavsiya qilib qolaman. Kurs haqida ma'lumotlarni olib va keyinchalik sotib olgandan keyin buni o'rganib, tatbiq qilishingizni men qattiq tavsiya qilib qolaman. Umuman bog'lardagi tushunchalarni o'rinda keyingi etapga o'ringa olib chiqishimiz kerak bo'ladi. Rahmat. Xo'p, Xlarax Medni o'sha siz aytgandek sof holatdagi metal tarkibida 50%, lekin uni ekin o'zingiz yaxshi bilasiz, xlor oksid holatda oladi, ekin o'ziga oladi. Endi kontakt bu tekkan joyga ta'sir qiladi. 85% bu. Buni endi bo'lmasam ishlovlarni hozir bajarib olamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bo'ldi, jarayonni yana ko'rsatamiz. Shu bilan endi keyingi mana yoshi katta daraxtlar nima sepamiz deyishadigan bo'lsa, mana yog'li preparatlar ham bor. Yog'li preparatlar haqida qisqacha aytib o'tib ketishimiz kerak. 2024-yilda kutilmaganda men deyarli kam bog' eshitdim, shitovga tushmagan. Ya'ni Kaliforniya qalqondori bu bit so'radi, ustiga qalqon hosil qiladi, ta'sir qilmaydi. Shuning uchun
olmalarda, giloslarda kurtib bo'rtish hozirlash paytlarida menimcha ishlatadigan bo'lsa yaxshi ta'sir qiladi. Olmalarda mana shu g'unchalar agar 5 ta 6 ta bo'lib chiqadigan bo'lsa, o'shalar ko'rinishni boshlaganda hali ajralmasdan turib, ya'ni tight cluster, ya'ni o'sha har bitta gullar bir-biriga yopishib turgan payt kutamiz. Hozir u payt kelmadi. Mana bu yerda qarasak, bu yerda mana gullarimiz ochilyapti. Mana shu yerda gul bor, xudo xolasa, lekin hali ko'rinayotgani yo'q uchida. O'shalar ajralishni boshlaganda yog'li preparat ishlatishimiz kerak bo'ladi. Bunda ozgina barg chiqqan bo'ladi. Buni erta sepadigan bo'lsa yaxshi ta'sir qilmayapti. Shuning uchun profilaktika uchun mana olma giloslarimga, daraxtlarimga chitovka tushmasin desa 15 litr 1 tonnaga qo'shib sepishimiz kerak. Agar o'rtacha tushgan bo'lsa, juda ham ko'p bosib ketmagan bo'lsa 25 litr, 30 litr, agar slishkim ko'p bo'ladigan bo'lsa 40 litr, 50 litrgacha ham ishlatish mumkin. Faqat issiqda, boshqada barg ko'p paytda ehtiyot bo'lamiz va unga albatta zahar qo'shishimiz kerak. Bu moydimiz preparatni ishlash qanaqa? Ya'ni bu havo kiritmaydi kislorod, bu hamma joyga suv bilan yaxshilab sepishimiz kerak. Sepish apparatimiz yaxshi ishlamaydigan bo'lsa, yog'li preparat ta'siri orqaga qarab ketadi. Shuning uchun keyingi mana bu doridan keyin mevali daraxtlarga mana mis ISO ishlagan akalarimiz keyingi dori nima beraman deydigan bo'lsa, bu mana shu moyli preparat bilan uning ichiga yana misni ham qo'shib yuborsa bo'ladi. Xlorokismetni ham qo'shib turib, zahar karateni yoki nurelni qo'shib turib, yoki xlorpirifosni qo'shib turib, yoki deltametrinni qo'shib turib, dorilar turlari ko'p, detsis deymiz. Endi sizlarda ham analogi bo'lishi mumkin. Deltametrin 10%lik, detsisda 2,5%lik, biznikida 10%lik. 10%, demak 4 baravar dozani kamroq ishlatsa bo'laveradi. Yaxshi, demak analog bor ekan dorisi. Xuddi o'shani bilan moyli preparat aralashtirib sepamiz. Buni shoshib erta sepishinglar yaxshi ta'sir qilmaydi. O'zim ham bog'imga afsuski chitovka tushdi. O'tgan yil 40 litr ishlatdik. Sizdan olgan Zimavitda endi bu yil yana 40 litr yoki 45 litr kamida ishlatishimiz kerak. Faqat barg paydo bo'lib, o'sha g'unchalar ajralishdan oldingi paytni poylashimiz kerak bo'ladi. Shunda chitovkalar eng nozik paytda bo'ladi. Shunda yaxshiroq ta'sir bo'ladi va keyingi sepishimiz, chitovkani aytib ketishimiz kerak. Hamma joyda muammo. O'sha skoch teskari qilib bog'ladik. O'tgan yil signalni berdik. Biz yaxshi shogirdlarimiz Samarqanddan Iskandar degan ukamiz bor, shu signalni berdi. Hamma joyda bitta zahar sepish bilan biz harakatlanayotgan eski shoxdan yangi yumshoq shoxga, 2 yoshli, 1 yoshli shoxga o'tayotgan paytda yaxshilab nazorat qilib, ikkinchi marta nazorat qilishimiz shart. Bu ko'payib ketdi, bu narsa yo'q bo'lmaydi. Daraxtlar to'liq so'rib, jonini olib quritib yuboradigan narsa. O'shaning uchun ekranlarda ham ko'rsatib qo'yamiz o'sha yog'li preparatlarda, ular dozalar boshqalarini xudo xohlasa. Faqat bitta minus tomoni bor ekan, aynan Zimavit masalasi bo'yicha. Qolgan moyli preparatlarda odatda tarkibida faqat moy bo'ladi. Bunda tarkibida oltin gugurt bilan mis borligi hisobiga o'zini Ukrainanikida bu ishlab chiqaruvchi mutaxassislar bilan gaplashganimda zahar qo'shish tavsiya bermadi lekin bunga. Misni qo'shsa bo'ladi, mislarni qo'shsa bo'ladi, lekin zahar qo'shish tavsiya bermadi. Siz aytayotgan boshqa moyli preparatlarga qo'shsa bo'laveradi, lekin aynan bunga tavsiya berishmadi. Zimavitga demak tavsiya berishmadi, lekin zarar nima bo'lar ekan? Ya'ni agar zarar bo'lmaydigan bo'lsa, biz qo'shganimiz yaxshi. Ya'ni zarar shunday bo'ladiki, qo'shib bo'lmaydigani odatda reaksiya, ya'ni cho'kinda hosil qiladi. O'shani bir tekshirib ko'rishlar mumkin, bo'lmasa ishlatmaslik ham mumkin, lekin zahar qo'shib sepish bu o'ta muhim masalalardan bittasi hisoblanadi. U traktor hadab ham kiravermaydi. Qo'shmasak, uni ta'sirimiz orqaga qarab ketadi. Bu majburiy shitovkaga, o'ldirishga, boshqaga yaxshi yordam beradi. Tajribadan kelib chiqqan yana peritroid balki karate ishlatishimiz mumkindir, chunki mis bilan peritroidlar aralashadi. Bu haqda bildik. Qolgan zaharlar aralashmasligi mumkin. Shunga ehtiyot bo'lib, birozgina aralashtirib ko'rasizlar. Shu dozalarni 1 litrda aralashtirib, 10 litrda aralashtirib, cho'kma hosil bo'lmasa, issiqlik bo'lmasa, yo bir rangi o'zgarib ketib qolmasa, reaksiya bo'lmasa, bo'ldi, ishlatsanglar bo'laveradi. Aralashtirib katta zonaga sepsa bo'ladi. Shuning uchun ehtiyotkorlikni aytib ketdi, yaxshi bo'ldi. Yana nima qo'shimchalarimiz bor? Bu yerda endi keyingi dori sepishlarimiz, demak, olmalarga mankat sepib uramiz. Mevasi bo'lmasa baribir yomg'irdan oldin bitta kontaktni, bitta sistemni mankatsep, skor yoki yana bir balki krizaksin metal ishlatamiz. O'shalar ishlatsak, daneli mevalarga ziram, maspilan, shiraga bo'ldi. Menimcha hozircha shu bilan yetib olamiz. Gullash bu gullamaydigan yosh daraxtlar haqida ketyapti. Gullaydigan daraxtlar yana alohida programmamiz bor. Maktabda hamma darslar o'tib bo'lganmiz. Kimdir agar to'liq zashtarasidagi tushunmoqchi bo'lsa, albatta murojaat qilinglar call centrimizga. Maktabdagi o'sha o'simliklarni himoya qilish mavzularni sotib olib detalli ko'radigan bo'lsa, katta yana ilm olishlari mumkin bo'ladi. Qo'shimchalaringiz bormi? Bu oltin gugurtda ham tavsiya beramiz. Bu yerda sepilib ketadimi? Oltin gugurt. Endi oltin gugurtda oltin gugurt qo'shib ishlatish mumkin. Noklarga u detallar boshqa, ular
ishlatamiz. Shaftoliga ham qo'shib ishlatsa bo'ladi. Sho'rga nisbatan boshqaga. Bu endi yosh daraxtlar, bu yerda riskimiz kam. Hozircha menimcha bular shart emas. Yosh daraxtlar. Katta daraxtlar kerak. Katta daraxtlar kerak. Rahmat, laykni bosib kuzatishda davom etasizlar. Savollar, kommentariya yo'llaymiz. Podpiska bosishni unutmanglar. Ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, kommentariyada izoh qoldinglar. Rahmat sizlarga. Xo'sh, akalar, mana olma, gilos, nok, o'rik, shaftoli, gilosga va bu yerda ozgina malina bor ekan. Asosiy ishlovlarni hozir boshlab olamiz. Asosiy maqsad bu narsalarni qilishdan, ya'ni daraxtni tanasida qishlab chiqadigan po'stlog'idagi o'sha zamburug' bo'ladimi, bakteriya bo'ladimi, undan tashqari qishlab chiqadigan hasharotlarni, qurti, qishlab chiqadigan fazasidagi bosqichidagi hasharotlarni nobud qilishligi uchun hozir biz metxlorok bilan 85% bu misxloroksid 85%, Karatek Plus 5%likni biz hozir kombinatsiya qilib daraxtlarga ishlov beramiz. Bu mavsumni, ya'ni asosiy o'sishdan oldin hasharot va kasalliklardan bartaraf qilib, holi boshlashimiz uchun yordam beradi. Bo'lmasa boshlab olamiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladi 10 litr suv. Bizning maydonimiz kichkina bo'lgani uchun endi 10 litr suvdan katta gektarlarga biz kilogrammlarga dozasini beramiz. Misol uchun, to'liq tinim davrida buni 6 kilogramm 1 tonna suv uchun beriladi. Xo'sh, 10 litr suv kerak bo'ladi. Metxlorok, hop, Karatek Plus hasharotlarga qarshi. Hop, qoshiq, keyin chelak va apparat. Hozir birinchi o'rinda hop, dorilarni tayyorlash ketma-ketligi shunaqa bo'ladiki, asosiy idishga suvni yarim qismi solinadi. Undan keyin har qanaqa o'g'it bo'lsin, har qanaqa preparat bo'lsin, suyuq holatdagisi birinchi qo'shiladi. Quruq yoki kukun holatdagisi alohida suvda eritib bo'lgandan keyin oxirida qo'shiladi. Shunday qilamiz hozir biz. Xo'sh, 10 litr suvga 5 gram hisobida Karatek Plus 5%dan qo'shib olamiz. Agar shpris bo'lsa, yana yaxshi bo'lardi. Shprisni ham qilsak bo'ladi. Xo'sh, buni qo'yib turamiz. Xo'p, 5 litr suvni qo'shib oldik deyarli. Xo'p, ana endi Karatek Plusni ichiga qo'shamiz. Xo'p, akalar, bir narsani eslatib qo'yay. Karatek Plus tekkanda ta'sir qiladigan, ya'ni sistemali emas, bu kontaktli hisoblanadi. Ya'ni tegishi bilan qo'pol qilib aytganda o'sha hasharotni qo'g'irib qo'yadi tekkanda. Shuning uchun o'ta ehtiyot bo'lish kerak sepayotganda va qo'l tegib ketib qolishini hisobga olish kerak. Agar u yoqqa ko'zga yoki yuzga qo'lda qolib ketib qoladigan bo'lsa, ishqalab qo'yadigan bo'lsak, bu endi allergiya berib qizartirib, ozgina zahar o'zining ishini qilishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lasiz imkon qadar. Xo'sh, buni qo'shib olamiz. Ana endi metxlorokni qo'shib olamiz. Buni o'zini alohida suvga qo'shib kirishtirib olishimiz kerak. Bu ham kukun holatda bo'ladi. Bundan 10 litr suvga 60 gram qo'shib olamiz. Hop, 66. 5-6 gram ishlasa hal qilmaydi. Hop, buni idishga solamiz. Bunga alohida suv qo'shamiz. Quruq holatda, kukun holatda bo'lgani uchun buni alohida o'zini eritib olishimiz kerak bo'ladi. Endi buni asosiy suvga qo'shamiz. Kukun holatda bo'lgani uchun bu juda tez eriydi. Shuni hisobiga biz aralashtirib o'tirmadik. Ana endi buni sepib chiqsak, sepganda ham yengil sepilmaydi.
imkon qadar to'liq daraxt tanasini qoplab, kurtiklarini qoplab olishini, o'sha cho'miltirib sepishni hisobga olish kerak. Mana ishlarni tugatib oldik, sepib oldik. Hop. Missi yaxshi tomoni, hozir mis xloroksid sepdik-ku. Missi yaxshi tomoni zamburug'ni deyarli barcha turi shu bilan birgalikda bakteriyalarga qarshi ham yaxshi samara beradi. Bu hozirgi qilgan ishimiz mavsumni kasallik va hasharotlarsiz boshlash uchun eng yaxshi profilaktik ishlov hisoblanadi. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom etinglar.